Endi tuxum olib ko'rsatib bering. Qarang, taxtanisini qayta sindirib tashyapti. Mana bakalashkani sekin asta olamiz. Sekin tuxumni tushirib yubormasdan. Qarang, bakalashkani qopqog'i yo'q, e'tibor bering. Taxtani qanday sindirgan, bakalashkani qanday olib qo'yapman. Allohim o'zi kuch-quvvat berib tursa, sizlarni qo'llab-quvvatlovlaring bilan sekin asta tuxumni ushlaymiz. Hayajonlanib ketyapman, bormi? Maşallah. Bakalashkamiz xalaqat. Sekin bunisiga qo'yamiz. Menimcha sal tirishina berdi tuxum. Sal tirishina berdi. Joylashdi. Talablarga binoan tuxumni ham bu bakalashkadan bu bakalashkaga olib qo'ydik. Alloh qodir qilgancha harakat qildik va epladik. Bizlarni kuzatib turinglar. Videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsalaring, aka-uka ekskavatorchilar profilni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta bizga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. 40 ming bo'ldik, og'alar. Hammaga rahmat. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Bundan da yaxshiroq kontent, manfaatliroq kontent qilamiz. Hammaga rahmat, yana bir bor podpiska bosib, kommentariy yozib ketinglar. Yana nima shart bajaring.